Salom barchaga do'stlar, bugun sizlar bilan Abdulloh va bugungi videomizda 0 dan 1 lemagacha ko'tarilamiz. 1 lemagacha topamiz. Tushuntirib o'tadigan bo'lsam, hozir hisobimizda hozir hisobimizda mana 250 rubl turibdi. Va bu 250 rublni biz Xudo xohlasa 1 million rubl qilamiz. Xudo xohlasa 1 million. Va bu birinchi qismi. Xo'p, birinchi quest bajarildi. Va bu uchun bizga 2150 rubl berildi. Va biz bu rublni 1 million rubl qilamiz. Va ikkinchi questga o'tamiz. Xo'p. Va shuningdek hozir biz qayerga boramiz? Tushunishim bo'yicha hozir biz pasport olgani boramiz. Xo'p, yo'l-yo'lakay. Yo'l-yo'lakay. Pravaga ham topshiramiz. Xudo xolasa bu birinchi keyinroq bundan kattaroq summa ishlab topish videosini chiqaraman. Bu videoyim qanday tezroq boy bo'lish, Grand Mobile'da tez ko'tarilish haqida bo'ladi bu videoyim. Xo'p, faqat bir qismdan iborat emas, 3-4 ta qismdan iborat bo'ladi. Va nafaqat birinchisi 1 ya'ni 1 million rubl, balki bundan kattaroq ham summa, biznes, balkim kelasiga biznes, mashina, superkar, yana uy, kvartira, dom, shunga o'xshash narsalarni ham sotib olishga imkon toparmiz. Balkim. Xo'p, birinchi qiladigan ishimiz bu birinchi bo'lib, xo'p, iloji boricha tezroq questlarni bajarish. Xo'p, shu questlardanmi yo'q qandaydir qilib 100 ming rubl topish kerak. 100 million rubl demak, 1 million rubl demayapman, 100 ming rubl. 100 ming rubl 1 million rublda 10dan 1 qismi. Nimagaligini hozir tushuntirib o'taman. 100 000 рублей. Рекомендации ВК-музыки. И мне нравится, все нравится. Оу, за 0 рублей первые 3 месяца это нравится. Попробуй ВК-музыку за 0 рублей. Kayfiyatni ko'tarib olamiz, qo'shiqlar bilan albatta. Voh, odamlarning ko'pligini. Xo'p, bu yerga kelamizda pogovorit bo'lsak, ikkinchi quest ham bajarildi. Va hisobimizda 7100. Я просто включаю рекомендации ВК-музыки. Mana dedi. Xo'p, ikkinchi quest ham bajarilgandan so'ng biz prava topshirishga boramiz. Buni hozir bilasiz nimagaligini. Xo'p. Navigatorga kiramiz. Hello
va avtoshkolaga boramiz. Hop, birinchi bu skuter emas, elektron samokat bo'ldi. Elektron samokat sekin yurgani uchunmi yana skuter qo'yib qo'yishibdi. Menga ham to'g'risi skuter yoqdi. Tezroq. Boshqarishi ham osonroq. Xo'p. Grand Mobile'da ba'zi shunaqa bo'lib turadi. Qoidabuzarliklar bo'ladi. Bu. Hozir men sizlar bilan Grand Mobile'da pravani to'g'ri tartibda topshirishni iloji boricha o'rgatib qo'yaman. O'zimni ham esimdan chiqib qolmagan bo'lsa albatta. Yaxshi bilaman menda-da. За 0 рублей первые 3 месяца это нравится. Попробуй ВК-музыку за 0 рублей. Shu qo'shiqqa mana shuni o'ynab olsa-da hammaydi. Xo'p, davom etamiz. Mana bu yerga kiramiz. Kirganimizdan keyin iloji boricha tezroq o'tish kerak bo'ladi, chunki sababi skuterimiz yo'qolib qolmasligi kerak. Va mana bu yerda shparagalkamiz bo'ladi. Nima qayerda bo'lishi, nima bo'lishi. Xo'p, xohlagan kompyuterimiz oldiga boramiz. Dalini bosamiz. Birinchisiga 60, ikkinchisiga 90, uchinchisiga. Xo'p, men pauzaga qo'yib tezlashtiraman iloji boricha. Ekranga va to'g'ri javoblarni qo'yib qo'yaman, chunki bu sal ko'proq vaqt olishi mumkin. Xo'p, pauzadan chiqarib oldim. Xafa bo'lmaysizlar. Ko'rishingiz mumkin, ekranga to'g'ri javoblarni qo'yib qo'ydim. Shuni pauzaga qo'yib yodlab oling, screenshot qilib olsangiz, ikkinchi telefondan qarab javob berishingiz mumkin. Va bu yerda qiladigan ishimiz bizga mashina beradi va shu metkalardan o'tish kerak. Mashinada metkada o'tishda ehtiyot bo'ling. Bu yerda shoshilish kerak emas, chunki bu mashina boshqacha g'alatiroq mashina. Masalan, mana bu qirragi baloniga bitta tomon tegib antarlib ketadigan mashina. Shuning uchun ehtiyot bo'lish kerak. Agar mashinadan tushadigan bo'lsangiz, boshdan topshirishingizga to'g'ri keladi. Hop, mana metkalarni belgilaymiz. Xo'sh, metka qolib ketmasligi kerak. Hop. Xo'p, обязательно buni oldi tarafdan emas, orqa tarafdan qilib qo'yish kerak bo'ladi. Va ko'rishingiz mumkin, bizga prava berildi. Ya'ni haydovchilik guvohnomasi huquqi berildi bizga. Xudoga shukr. Все нравится. За 0 рублей первые 3 месяца это нравится. Попробуй ВК-музыку за 0 рублей. Mayli, endi boshqa ilojimiz yo'q. Avtobus kutishdan boshqa iloji yo'q. Chunki skuterimiz qayergadir ketib qolibdi. Lekin Попробуй ВК-музыку за 0 рублей. Lekin Grand Mobile'ni esidan chiqib qoladi shunaqa. Grand Mobile'da bug.
Grand Mobile'da shunaqa buglar ham bo'lib turadi. Xo'p, mayli, birovni skuter. Чужой вещи. За 0 рублей. Стой. Мeni olib ket, PJ, помогай. Попробуй ВК-музыку за 0 рублей. А может это мой скутер? Yo'q, bu meniki emas. Hop, mayli, e'tibor bermaymiz. Taksi chaqirib qo'ya qolaymi deb o'ylab o'tiribman, lekin planshetim yo'qda. Shuni kutamiz shekilli. Skuterim qani? Bo'pti, bunga yozamiz, iltimos deb. Xo'p, qabul qiladimi, yo'qmi, ko'ramiz. Aha. Xo'p, stengagacha. Hop, menda remontni komplekt yo'q. Yo. Приятный месяц, это нравится. Попробуй ВК-музыку за 0 рублей. Oo, bak. Hop, mayli, avtobus kutamiz. Xafa bo'lmaysizlar, sizlar zeriktirgim kelmayapti. Shuning uchun videoni pauzaga qo'yaman va avtobus kelganidan keyin videoni yoqishga harakat qilaman. Zerikib qolmang. Hop, короче, avtobusga kirib oldim. Zerikib qolmaslik uchun qo'shib qo'yaman.
Biz mana bu yerda tushib qolamiz, chunki to'rtta joyimiz bizniki emas. Mana shu yer. Нравится, Hop, mana нравится, tushib нравится, qoldik. все нравится. Оу, за 0 рублей первый ветрик. Hop. Hop, mana biz stoyankaga ham yetib keldik. Stoyankaga yetib keldik. Ko'p kishini qiladigan katta xatosi bor. Hop. Mana masalan, stoyankaga kelganda ko'rsataman. Hozir menda hech qanaqa mashinam yo'q. Xo'p, ko'p kishini xatosi promokodni noto'g'ri terib qo'yadi. Promokodni terish uchun menda alohida promokod bor. Xo'p, uning uchun biz mana bu yerdagi 4 ta nuqtaga kiramiz. Kirganimizdan keyin promokod bo'limi turgan bo'ladi. Va promokod bo'limini ustiga bosganimizda yozish uchun joy chiqib keladi. Va biz yozamiz. Hop. Elmike va aktiviravatsiya bossak bizga 3 kunlik gelik skin Elmike'ning skin Elmike skini 5 leveldan keyin beriladigan narsalar VIP Silver 7 kunga va 3000 игровой rubl 3000 o'yin puli rubl. Xo'p, va shunda bizda gelik ham bor. Bizda gelik bor. Chunki bekor va boya aytmagan edim. Pravaga topshirishimiz kerak edi deb. Va biz pravaga topshirdik. Ochish, открыто. Va bizning geligimizga o'tiramiz. Hamma joyda maza qilib yuramiz. Hop. Kelinglar sizlar zerikib qolmasinglar uchun, zerikib qolmasliginglar uchun men qo'shiq qo'yib beraman. Hozir bir minut. Hozir. Hop. Hozir. Hop, mana qo'shiq. Vale camishi, vale satsushi, canisha privaños. Огромный пацаны, но сказала, ты каландышись. Но ты меня не найдешь, но ты меня не найдешь. Ты хуй на ландыш не похож, ромашка белая, а лепесточка нежная. Она дороже всех цветов. Ай, ты моя любовь, ромашка белая. Mayli. Она дороже всех цветов. Xo'p, biz pul topish uchun начальный работаga boramiz.
municipales perveras. Biz pul topish uchun nachalniy robotiga boramiz va borish uchun navigatorga kiramiz. Как неприятно бегать. Xo'p, navigatordan keyin nachalniy robotani ustiga bosamiz va tanlaymiz. Xo'p, menga qolsa А это ты моя любовь. xo'p, yangi qo'shilib chekildik. Xo'p, А mayli, biz shaxtaga boramiz. мне дороже всех. Birato'la questni ham bajaramiz. Это ты моя любовь. Ko'rishingiz mumkin, shaxta uncha uzoq emas. Ой, дверцы блестят. Они вас крупно наебут. Навсегда тут бегут. Тамашка белая, а лепесточка нежная. А мне дороже всех цветов. А это ты моя любовь. Ромашка белая, а лепесточка нежная. Дороже всех цветов. Ах, это ты, моя любовь. Xo'p, yana boshqa qo'yamiz. Boshidan ramashka. Машка белая, а лепесточек Undan keyin boshqa qo'shiq qo'yamiz. а мне дороже всех цветов. А это ты, моя любовь. Ромашка белая, а лепесточка нежная. А мне дороже всех цветов. А это ты, моя любовь. А мы упали в камыши, наебались от души. И наконец я преподнес огромный хуй пацаны носа. Ты сказала, это ландыши, но ты меня не Рекомендации наебешь. ВК-музыки. Ты меня не наебешь, ведь хуй на ландыш не похож. Ромашка белая, а лепесточка нежная. Xo'p. Endi biz nima qilamiz? Ромашка белая, Xo'p, а endi biz лепесточка нежная. устроить на работу bosamiz va shaxtada ishlaymiz. ВК-музыку за 0 рублей. Моя любовь. А мы ебались первый раз. Xo'p. Qo'shiqni yig'ishtirib turaylik. Xo'p. Shaxtadan oldiga boramiz va tinlaymiz. Iloji boricha hech kim yo'q ana. Nimaga shunaqa baglar ko'payadi? Axir birinchida hech kim yo'q deb ko'rsatgan edi. Ha, mayli. Odamlar bilan ishlashim yaxshi, lekin jamoa bo'lib lekin bunda jamoa bo'lib ishlasa bo'lmaydi. Yakka o'zing ishlashing kerak. Xo'p, bu ish oddiy, shunchaki yashillarning ustiga bosiladi, ko'rsatilgan yashillarning ustiga bosiladi va kerakli joyga kartada ko'rsatilgan joyga olib boriladi. Va shuning uchun sen pul topasan. Mana 90 rubl. Xo'p. Aha, va yana tepaga chiqaman, vibratsiya bosaman. Aha, yana yashillardagi joyda ustiga bosaman. Xo'p, yana olib boraman. Xo'p. Bu uzoq vaqt olmaydi.
Shunchaki bizga kerakli summa kerak. Va questni ham bajargan bo'lamiz. Bittada 3 ta questni bajargan bo'lamiz. Xo'p, hozir ko'rsataman. Mana bu quest. Bunga planshet, bunga sim karta bilan planshet sotib olish kerak. Buning uchun pul kerak. Shuning uchun men hozir shaxtada ishlayapman. Va ikkinchi questda esa banitsaga borish kerak va medosmotrdan o'tish kerak. Uchinchisida avtoshkola. Avtoshkolada ancha ko'proq beradi. Avtoshkolada questini biz bajarib bo'lganmiz. Va stoyanka. Yangi quest qo'shilibdi, juda ajoyib. Yangi quest. Stoyanka questidan men to'g'risi o'tmaganman, chunki obnovleniya bo'lgandan keyin ko'p narsalar qo'shildi. Xo'p, mayli, ishimizni davom ettiramiz. Hozir 1 minut. Negadir yo'q. Menimcha shaxta quest olib tashlandimikin, a? Bilmadim. Mayli, xo'p. Hech qisi ortiqcha pul zarar qilmaydi. Xo'p, yana 5 martalab shunday ishlasam bo'ldi. Xo'p, bu ishda men 5 martalab tashib bo'ldim. Xo'p, endi ishni tugatishga boramiz. И мне нравится, все нравится. Oho, 3520. За 0 рублей. Zo'r. Ajoyib. Va hozir mashinaga boramiz. Qo'shiq eshitilyapti degan umiddaman. Haygatga kiramiz va biznes kiramiz. 24/7 magazinda qilamiz. Ya iloji boricha yaqin olamiz. Bo'ladi. Hop, keldik mana.
Va mana alhamdulillah magazinga ham kelib oldik. Telefonni sotib olamiz. Qolmabdi. Xo'p, mayli. Bu magazin bo'lmasa boshqa magazinda. Birinchi magazin ko'rdik. Tushunarli. Xo'p, mayli, mana shu yerga boramiz. Hozir biz telefon bilan sotadigan achingizlar mumkin. Nega yo'lda kesib o'tmayapsiz? Xo'p, bu o'tlar spesial, maxsus o'tlar, ya'ni mashina yura olmaydi. Sekinlashga sabab bo'ladi. Shuning uchun mashina uzog'i bilan yurmak qilaman. 20 km/soat tezlikda yura oladi. Bu bilan oraliq yugurish alhamdulillah. Quest bajarilgani uchun bizga pul ham berishdi. Xo'p. Uzr, nimagadir kirib ketdi. Xo'p. Randomli nomer tanlaymiz. Mana shu ham bor. Xo'p. Va o'xshadi. Xo'p, quest ko'radigan bo'lsa. Medasmotrdan o'tganimdan keyin bo'ldi ekan. Tushunarlik. Xo'p, mayli, planshetni oldik. Bo'ldi. Va endi biz navbatdagi questga o'tamiz. Xo'sh. Aha, to'g'ri emas. Xo'p.
Yetib qolay deb. Aya, endi uyay, degan direktordan chiqib ketdi. Va bu promokod belgilikni tezligi 2,8 km/soat yomon emas. Bu promokodning bonuslari ko'p. Birgalikda maslahat promokoddan berilgan skinni ham ko'ramiz. Bu ham ajoyib skin. Нравится? Попробуй ВК. Hop, bu qo'shiqni eshitdik. Va mashinani qulflaymiz, tushamiz. Nima qulflayman? Chunki mashina o'g'rilariga hazil shunchaki. Odat bo'lib qolgan deyiladi. Xo'p, bu zadaniyani bajarish uchun shunchaki buni oldiga boramiz va zadaniya bajarildi. Bizga 5000 berildi. 5000 rubl. Xo'p. Endi biz 20,000 rublni olsak bo'ladi. Получить. Ha, alhamdulillah. 27 va qo'limizda 27,000 rubl pul bor. Mashinani ochamiz. Biz navbatdagi questga boramiz. Meni tushuncha bu hozir questda shunchaki borib turib mashinani mashina berilibdi. Alhamdulillah. Bizga mashina berilibdi. Bu meniki emas ekan. Bizga mashina tekinga mashinani qaranglar, обновление yangilik bor. Yurishdi, patasini ko'raylikchi, patasini. Mercedes Benz. Nima yangiliklar bordi? Tezligini qaranglar buni. Yangi questlar ajoyib qiziqarli. Kelgilya. Menimcha hozir skinni kiyish kerak. Questda nima deyilgan? O'qib chiqish kerak. Voy,
Продавец Оливер'e varışımız gerek biz. Podskazga quest. Ha şimdi. Yoki buni oldiga boramiz. Yoki buni oldiga boramiz. Hop, mayli. Hop, belki aksesuar ko'ramiz. Bir arzon narsa yo'q. Xo'p, ko'raylikchi. Yo'q, nimadir arzon. Yo'q, lekin yo'q. Quest bajarildimi? Yo'q. G'alati. Nima qilsa bo'ladi? G'alati. Sotuvchini yurgisi. Qimirlarkan. Lekin tushunmadim. Xo'p, sherigim ham tushunmadi. Sherigim nima deydi? Ikkinchi kasser yo'qdi. Nima qilish kerak? Tushunmadim. G'alati. Xo'p, bitta narsani sinab ko'rish kerak. O'xshadi. Tez yurarkan,
Нравится? Попробуй ВК-музыку за 0 рублей. Pastamatga bu kiramiz. Skin. Hop. Mana men qidirgan 7000 ga bittasini olamiz. Oldik. Shundan keyin hop. Bo'lgani. Esimdan chiqibdi. Pochtaga borish kerak. Hop, navigatorga kirib turib. Работы. Почта. Ko'ramiz, yo'ldan tezroq. Yo, barga bosaman, mag'rib svetofor bor. Qani qoida bilamiz. Pochtaning ichiga kiramiz. Kim bilsa biladi. Hop, pochtani olish, zabrat va bo'ldi. Endi magazinga boramiz, kiyim magaziniga. Hop. Нравится? Попробуй ВК-музыку за 0 рублей. Açıp al. Git al sen git. Şu maşinadan gitmoqchi bo'ldim. Mayli. Hop. Hop, mayli. Нравится, все нравится. Оу, за 0 рублей первые 3 месяца. Мне это нравится, нравится. Попробуй ВК-музыку за 0 рублей. Hop, remontni komplektda mashinani sotib endi biz qiladigan ishimiz magazinga borish kerak.
yaqinga kelib qoldik. Xo'p, mayli. Hozir. Ko'ramiz o'xshadimi yo'q. Xo'p, xohlasa 1 million rubl qilamiz. Vo, kirdi. Xo'p. O'xshamadi. Voy. Uchinchilar oldim. Mayli. Mayli. Shunaqasi ham bo'ladi. Xo'p, bu birinchi qismi edi. Xo'p, ikkinchi qismini ham kanalga joylab qo'yganman. Kanalimga o'tib ko'rishingiz mumkin. Albatta iltimos obuna bo'lishni unutmang. Iltimos. Xo'p, bizda esingizda bo'lsa 250 rubl pulimiz bor xolos edi. Va hozir qarashingiz mumkin 17,047 rubl pulimiz bor. Va bu oxiri emas, ya'ni xudo xohlasa buni 1 million rubl qilamiz. Bu birinchi qism. Ikkinchi qismni albatta men boya aytgandek kanalga o'tib ko'rishingiz mumkin. Hammaga xayr. Tomosha uchun rahmat. Ko'rishguncha